qandaq adam degan bo'g'oydi uyingning keniga bir parcha bir xalos apaqib bir tal iningdagi bir ish qildim-da deb. Mana mushu ishni qilg'icha nurg'un jafo bo'lib ketdi. Mushu bugungi ijlis murosimiga tayyorlik vaqti 3-4 kun bo'lib ketdi. Uningga uzun bo'lib ketdi, lekin uzun bo'lib ketdi. Rasmiy ish kuni bugun 4-kunsi. Mana soat hozir shunda bo'lganda ana Beijing vaqt 5:40 o'tibdi. 5:40. Mana biz mishad ishlab malani qilib nurg'un loyihalarni qilib mush axliti hamma narsa mush betib turyapti-da. Adirbaş şikayetlerle kaldı, kağalı ketip, uflaydıgan ayet uflab bana müşrik etti. Ettigen saatde balı gelip tazayıp, ayak astıgan asıltmamız. Hem de kelgen her bir kardeşlerimizge nurg'un aqsiz narsalarni tayyorlab qo'ydik, nurg'un aqsiz narsalarni yana qaytarib etdik. Biz berib bo'lmaymiz deb. Pek qalayimga bo'lib ketmasin deb. İşbarqı sopandan 500 tal, ondan keyin mamada qalpaqdan nechtal, buni da 200 tal chiqib qoldi. Mümkün Toba'da mafış Cübacı şahsının tobalardık mal. Toba sizlab ketdi qarindoshlar. Bundan keyin Jiyova varis Jiyoniki. Nurg'un nasla o'zimniki 10 kishiga 10 parcha rasmiy Braille kishiniki. 10 parcha Chonjafu bo'lamdi yoki ayrim chudg'a rasm bo'lamdi. Uni naqs qilib qo'ydik. Naqs tatib etdik. Talaylik olib chiqdi va. Undan keyin 200 ko'yliq yo'qo'jandan o'zimnikidan 50 tal chiqarib etdim. 50 tal. Naq puldak udilgan 200 ko'yliq yo'q ekanlar. Aldiranlar. E'lon qilib qo'ysanlar. Ben 200 ko'p bo'lsa bo'ldi. Shunda ama undan keyin nurg'un narsalar bor. Shunda aytganda nurg'un naqshlar bor. Hammasi paylan qilib kecha o'sha tayyorlik qildi. Uni men ko'zim ko'rib turdi. Meni qo'llaydigan odam haqiqatan jiqkan deb qoldim. Asosli o'zim samimiyat va rostchil chin bo'lganlik uchun mana davomli so'rayapti. Lekin bir ish bitmay qoldi. Hozir ko'rsatay. Ko'rsatga nima yasak, men dal mana misha shu. Amaliyotda bu yerning sho'jalarni hammani taqib bo'lgan miyalarni tatib aydirib shunda hozirgi zamonaviy usulda rasm tortadigan. Lekin uningga sharoit faqat o'zgarmay qoldik. Endi tizimlab qo'yib, ish munosabatini qilib yetib 10 kunning ichida bu yerni bitirib bo'lma. Mashallah to'ringizni ko'rdingiz. Ko'rgandan mishalatda, mishada rasm tortib qo'yadigan gap. Yana ko'rsiz. Mana fuarlar deymiz, ikkinchi qavatni, birinchi qavatniki, qo'shimcha ikkinchi qavatniki. Mana endi bizningki endi eng chong ortiqchiligimiz kompüterden tatip, hem sayman aparatını tatip, hem şöbey. Hem to'liq. Ondan keyin endi o'zimning ortiqchiligi birinchidan balık shiltigan materialdan tatip, hech qanday narsa oymayman. Nima desa shuni apirma. Eng qisqasi bir şey qilayotgan bo'lib ketmasin deb kompüterning ostiga mushta jihozlardan tatip, hamma apadim. Onun ustiga yana bir qisqim deb aytayman. Menga meni bilasan ya. Sen apirma. Mush hayotimda men agashgan bolalarniki bir maoshini ishib kesib, 4 kundan oshirib etmabman. Udulluq zade berib menvatimiz. Endi biz egashgan bola shu nimda bag'ishlashib oylik hisobini nima yuqori ko'tiramanmikan, vaqt pul xarjlaymanmi demsa, nima ish qildi? Mana shunga men bu shirkatning ismini, shunga yangilik korpusi deb qo'ygan bu ismni. Mushu butun vesiklarimdan tatib, mushunindan tatib, mana mush mushu yeyotgan butun mandirgan do'yning ay chatlagandan tatib, nurg'un loyihasida mush mutalib bo'lgan o'z bir qo'lliq birodida mutahatta ism kartidan tatib, bir şey besiyotgan yo'qo'yganlar mana haqiqiy rost qilamiz deb mana mushunindan birdan besib, kesib, hamma mushunaqa balla qilib chiqdi. Kechikilib yasab o'rgatyapmiz. Undanlab qalsa bu film ko'rganda mesela bir toz yurak besitib joyi hayosnaqto deb bugun shunda vaqtida shanba kuni yana birinchi yana 24 kun yerlik vaqt ish bilan kelib qatnashish beshaman chin ko'nglimdan umid qilma. Ijlis murosimni o'rinlab qolsa bizning Aqto Naya Zlayshuyniki qarshi taraf udilay. Ya'ni Lav Barinjan Bari bekatniki qilchiraqniki yeni jingizdan bosh shuni yendlab kelsangiz ko'rsiz. Shardan tatib mana hammani ashu million atirgutlikka shu qizlar kechida kelib shogirdlar mush sharlardan tatib hammani esberib o'qizam jiq kuchapadi. Daraxtlar kelib ketdi gullar. Bizdan urtiqallar kelib ketdi deb turibsan. Unda olib qas ashta bo'lsinmi? Ashta bo'lsin, davomli qo'llayotgan urtiqallarga yana bir qatam chin ko'nglimizdan rahmat bilamiz. Yana nurg'un narsalar aytib kelsanglar, mishada ko'rslar, hammanglar be xili qipto direkt bo'ldi. Unda olib qolsa, filmni chiqqanda boshlab udillam kelinglar. Biz shunda olganda 5dan 45 o'tganda tatibdoq filmni hozirlam uriydiman sal turib. Lekin aytamiz bugun keslanmış bo'ldi. Biz aytadiganlar keslanmış bo'ldi. Unda ishlab qolsa, bugun tushdan keyin soat Beijing vaqt soat 4 ma. 4 ta kurashmasak hisob emas. Qanday qadam murojaat qilgan adash? Birinchidan samimiyatdan murojaat qildi adash. Ikkinchidan
Kallasını işletip çacağız. Ama hakkı leyli. Köreştik vallahi bize.